Feruza Normatovaga ham dalda, ham tanqid va ham maslahatlar yog'ilmoqda. Feruza va Ollayor oilasi yana bir bor internetning eng muhokama qilingan mavzusiga aylandi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi va eng dolzarb mavzular haqida gaplashamiz. Iltimos videorolikimizni oxirigacha ko'ring. O'zbek shou-biznesida shoular to'xtamaydigan bo'ldi. Aktrisa Feruza Normatova turmush o'rtog'i Ollayor qamoqdan chiqqanini ma'lum qilganidan so'ng internetdagi muhokamalar yanada kuchaydi. Bir qarashda oddiy xabardek tuyulgan bu voqealar ortida ochilgan sirlar va aytilgan gaplar natijasida yil xabaridan ham kuchli shov-shuvga aylandi. Feruza o'z postida endi xotirjam kelinlik vazifamni ham ijodimni ham davom ettiraman deb yozdi. Biroq voqealar shundan boshlangan edi. Ollayor qamoqdan chiqqandan so'ng ommaga murojaat qilib, mish-mishlarga javob qaytardi. Endi esa uning qo'pol va shubhali bayonotlari barcha mojaroning markazida turibdi. Ollayorning so'zlariga ko'ra, oldingi ikki ayol mening xotinim emas, ular faqat aytganimni bajaradigan qizlar bo'lgan. Bu gaplardan so'ng uning postidagi kommentariyalarda to'fon yog'ildi. Ollayorni tanqid qilganlar soni shunchalar ko'paydiki, post ostidagi har ikki so'z haqorat va la'natga aylandi. Ollayorni aytganimni qiladigan qizlar edi degan gapi Shahloni g'azabini qo'zg'atdi. U endi jim turmadi va qattiq intervyu berdi. Men qizi emasman, buyruqbozlikka yurmaganman. Uning so'zlari meni ham bolamni ham haqorat qildi. Shahlo yana qo'shimcha qildi. Nima uchun uy, kelajak rejalar haqida gapirding? Nima uchun oila qur rejalarini aytding? Agar shunchaki ma'shuqang bo'lsam, demak sen o'zing yolg'onga botgan ekansan, deydi. Shahloni bu keskin bayonoti internetni ikkinchi bor portlatdi. Ommaviy muhokama yanada qizidi. Kimdir Shahloni qo'lladi, yana kimdir aybladi. Lekin eng katta zarba Ollayorning o'zidan o'tdi. Barcha Shahlo va Ollayor bahsidan so'ng Feruza qanday munosabat bildirishini ko'tardi. Nihoyat aktrisa o'z so'zini aytdi va uning murojaati katta muhokamaga sabab bo'ldi. Man sukut saqlagan sari gaplar ko'paymoqda. Haqiqatni bilmaganlar hukm chiqaraveradi. Man bu mojaro o'rtasida qoldim. U Ollayorning gaplariga ham muloyim, biroq qattiq munosabat bildirdi. Ollayor mening erim, lekin erkak aytgan so'zidan javob berishi kerak, deydi Feruza Normatova. Man Shahloni tushunaman ayol kishi sifatida. U ham ayol, uning og'rig'ini tushunaman, deydi aktrisa. Ommani eng ko'p o'ylantirgan javob bu bo'ldi. Bola internet bahsi va urushining mavzusi emas. Shu orqali aktrisa barchaga mazza qilib aylanib yurgan mish-mishlarga nuqta qo'ydi. Bu mojaroda har bir tomonning o'z haqiqati bor. Lekin bir narsa aniq, Feruza, Ollayor va Shahlo uchligi shou-biznesda eng qiziq mavzuga aylandi, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.